Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Baliqchi tumanidan keldim. Muhammadjon tabibni eshitib, ixlos bilan keldim. Kelganimga bugun Xudo xohlasa 6 kun bo'ldi. Ertaga 7-licheniyani olib qaytaman. 10 kundan keyin Xudo nasib qilsa yana qaytib kelmoqchiman. Chunki men bronxial astma bilan 2013-yildan beri azob chekaman. Kelganimdan beri aerozol dorimni umuman ishlatmay qo'ydim, Allohga shukr. Men Muhammadjon tabibga rahmat deyman. Bunaqa shifokorlarimiz, tabiblarimiz ko'payishini xohlayman. Men o'zimda natija ko'rdim. Shuning uchun sizlar hammalaringni kelishlaringni xohlayman. Bu yerda 100 xil kasallik bo'yicha davolar ekan. Men bitta astma bo'yicha emas, grijam yaxshi bo'lib qoldi. Grijam bilan yota olmasdim. Tomog'imda doim yo'tal bor edi. 3 kunda ichida balg'amlarim ko'chib, xullas yaxshiman, yengilman. Men bu tabibga, xullas bu yerda hamma xodimlarga rahmat aytaman. Sharoitlariga gap yo'q. Ovqatlari, hamma joyda, hamma narsasi, xonalari issiq. Har bitta xona issiq, har bitta xonada televizor, dam olishlar yaxshi. Xullas yaxshi. Hammaga tavsiya qilaman. Kelib davolanib ketishlarini, chunki har doim ikol dori bilan emas, simikat bilan emas, tabiiy yo'l bilan davolanishga yetmas ekan. Men eshitishim bilan, ixlos bilan keldim. Juda yaxshiman.